Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun yagida go'ji degan mahsulotimizni taxlab boshladik. Qarangizlar, yagida go'jini nomi o'zgaryapti. Yagida go'ji degan so'zga o'sha taqiq kelyapti menga. O'sha uchun sizlar ham o'rganingizlar. Gojetta.com deb nom berdik. Yagida go'jiga taqiq, bitta ishtirofi ham bor uni. Sizlar ham ishtirokga tushyapsizlar. Mana buni ekilishi, qanday qilib rivojlanishlari haqida sizlarga bugun tushuntirib aytaman. Mana yagida go'jini mana shu holatda kavlab olib, upakovka qilib, tomirlariga namlab bozorga chiqaryapmiz. Buni iloji boricha ekingizlar. Har bir xonadonda 2 dona mahsulot o'sish kerak. Shunda sizga bepul benirsa xizmat qilib beradi. Faqat so'rab, surishtirib buni rivojlantiringizlar. Buni rivojlantirmaydigan bo'lsangiz, qanday tushuntirsam ekan? Bir pattazor deb qoladi, hosil ham bermaydi tayinli. Agar buni qo'lga o'rgatib, yaxshi vaqtiga shakl berib, vaqtiga oziq-ovqat berib ketaversangizlar, bir yilda 13 martagacha hosil beradi. 13 marta deyilgan, lekin bizda 13 dan ham oshib ketyapti hosildorligi. Masalan, may oyidan to dekabrgacha hosil beradi. Yaxshi rivojlantirsangizlar, birinchi yili ham hosil ko'rsatadi-da. Avgust oylariga borib, ekilgandan keyin. Agar amalga turamiz, ikkinchi yilga hosil ko'rsatadi. O'sha uchun qiziqingizlar, ekkandan keyin qo'ng'iroq qilingizlar, savol beringizlar. Ekdim, mana shunaqa holatga keldi. Endi nima qilayin, endi nima qilish kerak degan maqsadda. Mana qalamchalarni ham chiqaryapmiz. Qalamchalardan ham yaxshi rivojlanadi. Asosan qalamchasidan ko'paytiriladi, urug'idan emas. Agar urug'idan ko'paytirgan bo'lsa, geni o'zgarib, hosil mayda bo'lib qolyapti. Urug'idan ham ko'paytirib ko'rdik-da. Hosil mayda bo'lib qolar ekan. Oziqa bersangiz ham kattarmaydi. O'sha uchun bitta ekkaningizdan keyin ham agar sizga yanadan hol kerak bo'ladigan bo'lsa, asosan qalamchasidan ko'paytira olish kerak. Urug'idan emas. O'sha uchun qiziqingizlar. Buni yana ham so'rangizlar ma'lumotlarini. Buni qanday iste'mol qilinadi, nima kasallarga davo, qanday iste'mol qilinadi. Shu haqida o'zingizdan bir 2 yil qo'ng'iroqlashib yursangizlar, o'zingizdan bir yaxshi mutaxassis bo'lib olasizlar bu Gojetta.com mevalari haqida. Buni doimiy iste'mol qilsangiz, shunaqangi bir yaxshi effektlari bor. Umuman aptekaga ham borib yotmaysiz. Chunki sog'lom yashaysiz. Buni ekkandan keyin oilaviy iste'mol qilish kerak. Dasturxonda doim turish kerak mevasi. Doimiy turish kerak. O'zini yeb orqasidan qaynagan suv ichib ketaversa ham bo'laveradi. Lekin qaynagan suvga dimlab ichilganning effekti yaxshi ekan. Ko'plar savol berishyapti. Bu o'zi tutib ketadimi, yo'qmi? Tomiri unchalik darajada emas ekan deb. Bunga tomir shart emas. Bunday olganda o'zi asosan qalamchadan ko'payadi. Tomiri bo'lmasa ham ko'payib ketaveradi. Faqat shu birinchi yili suvni yaxshi ko'radi, nami qochib, tagi qurib qolmasligi kerak. Nami qochib, tagi qurib qolmaydigan bo'lsa, o't bosmaydigan bo'lsa, обязательно ko'karadi. Juda bir sho'x narsa-da bu. Ko'karishga ham, rivojlanishiga ham, даже mana tollardan ham ko'ra tez o'sadi. Juda o'suvchan narsa. Shu erta bahorda daraxtlar uyg'onib boshlagan pillada o'zi bir qarishib turadi bo'yi buni. Shu uchun harakat qilingizlar, rivojlantirishga, o'stirishga. Buni olib ekkandan keyin rivojlantirish kerak. Bundan bir yaxshi kelajakda oilaviy foydalanish kerak. Shunchaki oldim, egib qo'ydim demaslik kerak. O'zi bir qimmat narsa. Daraxtlarimiz, ko'chatlarimiz donasi 100 mingdan bo'lyapti. Qalamchalarimiz 15 mingdan bo'lyapti donasi. Shunga bir jup xatayaba ekib olingizlar. Yakka ekilsa hosil bermaydi ekan. O'sha uchun jupi bilan ekilish kerak. Jupi bilan ekilgandan keyin hosil ham yaxshi bo'ladi. Dastavkalarimiz bor. Qo'ng'iroq qilingizlar. Kimki qiziqsa, qiziqmagan odamga shart emas, ekish ham shart emas. U qiziqmagan odamdan bir nima kutib bo'lmaydi. Qiziqqan odam rivojlantirsin, mana oilaviy qarindoshlarga yetkazib bersin keyin, aka-uka, o'g'il bolalariga deganday. Faqat rivojlantirish kerak buni ekkandan keyin. To'g'ri foydalanish kerak.
nojo'ya ta'sirlari ham bor. Ulargacha o'rganish kerak kelajakda. Yaxshi o'rganib olsangiz, o'zingiz bir mutaxassis bo'lib olasiz shu haqida. Sog'lik uchun odamzod hamma narsaga tayyor. Faqat maqsadimiz sog'lom yashash, uzoq umr ko'rish. Umrni ham uzaytiruvchi xususiyatlari bor, yoshartiruvchi xususiyatlari bor, ozdiruvchi xususiyatlari bor. Doimiy iste'mol qilib yursangiz, shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Hamma sog'lom yashaydi. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlarga sog'lik, omonlik, kasal bo'lmangizlar. Mana shu mevadan iste'mol qilib yuringizlar, doim sog' yashaysizlar. Har qanday kasalga to'g'ri keladi. Har qanday kasalga. Mana 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas, emizikli ayolga mumkin emas, homilador ayolga mumkin emas, temperatura qilganda mumkin emas, qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Qolganlar deyarli hammasiga to'g'ri keladi. Sog'lom odam kuniga bir mahal iste'mol qilish kerak. Agar u ham bo'lsa sog'lom odam. Atak 2 mahal iste'mol qilib ketaverish kerak. Mayli, rahmat e'tiborlaringiz uchun. Sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar.